Sen o'qishga kira olmaysan. Qayerga? Yuridiski, diplomatiyami? Qo'ysang-chi. U yerga faqat boydi bo'llari jaraq pullarni sanab kirishadi-ku. Ko'rpangga qarab oyog'ingni uzataver. Sen bir oddiy bir insonni farzandisan. Qo'ygin, xom xayollarga berilma. Deydigan ifloslar har doim topiladi do'stim. Ana shundaylarga oddiygina sodda qilib emas, mana bunaqalardan kungfularcha olib kelib madi. Sendan oldingilar ham uddalashgan, sen ham uddalaysan. Sendan oldin uddalashganlarda 40 ta qo'li, 40 ta oyog'i bor emas. Xudo xohlasa yana yil mana shu payt o'sha abituriyent degan bir yoqimsiz kiyimni yechib tashlab, katta qadamga, qanaqa qadam? Katta hayotga qadam ila student degan kiyimni kiyib olgan bo'lasan. Epladim-ku deysan jigar. Men senga ishonaman. Men ishonganim mayli. Senga ota-onang ishonadi. Sen Allohning yaratib qo'ygan kuchli bir bandasisan. Seni qo'lingdan keladi. Yuzingga 2 tarsaki tushir, yuzingni muzday suvga yuv, yo'lingda davom et. Sertifikatlarni taxlab tashla, testlarni yorib tashla. Vo'bshem to'xtama. Mana shu 1 yil o'tsin. Omadingni bersin. Sen bo'lsa obuna bo'lib qo'y. 1 yil davomida eng kuchli motivatsiyalar sen bilan birga. Men sizlar bilan birga. Yaqin do'stlaringga, abituriyentlarga yuborib qo'ygan. Biz birgalikda albatta uddalaymiz. Eplisan.